Nilufar Ismoilova o'z hayot yo'lini vatan himoyasi yo'lida bog'lagan mazkur xodima 2019-yildan beri ichki ishlar tizimida faoliyat olib borib kelmoqda. Ayni kunlarda Guliston tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquq buzarliklar profilaktikasi bo'linmasi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimida mehnat qilayotgan katta leytenant Nilufar Ismoilova xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish, oilaviy zo'ravonlik hamda jamiyatda ayollarning xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shib kelmoqda. Doimiy tarzda tumandagi mavjud umumta'lim maktablarida o'tkazilayotgan targ'ibot, tushuntirish tadbirlarida o'quvchi yoshlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar, uning salbiy oqibatlari xususida batafsil ma'lumotlar yetkazib kelinmoqda. Bundan tashqari u ijtimoiy profilaktika tizimi asosida ayollarga yordam ko'rsatishda ham faol ishtirok etadi. Ayollarga huquqiy maslahatlar berish, oila ichidagi muammolarni hal etishga yordam ko'rsatish va ajrim yoqasida turgan oilalarni psixologik qo'llab-quvvatlashni tashkil etadi. Buning uchun mahalla yetakchilari bilan birgalikda kam daromadli yoki vaqtincha ishsiz, shuningdek ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan ayollar ro'yxatini shakllantirib, ularni tadbirkorlikka keng jalb etish, bandligini ta'minlashga alohida ahamiyat qaratib kelmoqda. Shuningdek, u xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirish, ularni huquqiy savodxonlikka o'rgatish va ijtimoiy tizimga faol jalb qilishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Muhtaram Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvardagi birinchi sonli prezident qarori bilan bir qator yo'l xaritasi tuzilib, ularda xotin-qizlarimizning ish rejalari ishlab chiqildi. Xususan, xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish borasida nizoli oilalar o'rganildi. Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchi sinf qizlari bilan jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirilib, ularni tuzatish dasturiga kiritildi. Bir qator ayollarga himoya orderlari berilib, ular bilan profilaktik ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, sudlarda o'zaro nizolashayotgan oilalar o'rganilib, hamkor tashkilotlar bilan ular yarashtirish choralari ko'rildi. Shuningdek, probatsiya hisobida turadigan ayollar, ular yashash sharoiti o'rganilib, mahalla faoli bilan ishtirokda ularning muammo va kamchiliklari o'rganilib, ularning bir nafari ishga joylashtirildi. Bu ishlar orqali Nilufar Ismoilova nafaqat xotin-qizlar o'rtasidagi huquqbuzarliklarni kamaytirish, balki jamiyatda xotin-qizlarning o'rni va rolini oshirishga ham katta hissa qo'shmoqda. Uning mehnati ayniqsa ajrim yoqasidagi va nizoli oilalarda oilaviy totuvlikni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqib, tuman hokimligi Otinoyi va xotin-qizlar faollari bilan hamkorlikda oilaviy hayotida tushunmovchiliklar yuzaga kelganlar bilan muntazam ravishda davra suhbatlari o'tkazish an'ana tusini olgan. Mazkur uchrashuvlarda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik, erkak va ayollar o'rtasidagi tenglik, oilaviy qadriyatlar va huquqbuzarliklarni oldini olish to'g'risida tushuntirishlar olib borilmoqda. Ayol jamiyat gultoji, u qachon baxtli bo'lar ekan, yurt ravnaq topadi, rivojlanadi. Buning uchun esa Nilufar Ismoilova kabi osoyishtalik posbonlari doimo harakatda, xizmatda.